Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bu o'yinga xush kelibsizlar do'stlar. Bugungi video sizlar bilan o'tgan videoda botga qarshi sharhlagan bo'lsam, bu videoda live o'yinlarga qarshi sharhlaymiz do'stlar. Hammasi ketdi. Do'stlar, Real Madrid va Chelsea o'rtasidagi o'yin qiziq ketishi mumkin. Chelsea qo'l tashab qo'ymoqda. Albatta. Real Madrid ham qo'l tashadi. Yaxshi. Mana bizga o'yinchilarni ko'rsatishmoqda do'stlar. Bizning tarkib: Courtois, Cannavaro, Bastoni, Van de Ven, Trent, Palmer, Guimaraes, Desali, Yildiz, bir bola Trezeguet anaqa. Bularniki James, Saliba, Van Dijk, Mendes, Mateus, Valverde, Hakimi. Plus shular. Do'stlar, hammasi o'yinni buzdi. Do'stlar, bu safar Sid Lane da o'ynayman. Hech qachon TV ekranda o'ynashni yoqtirmayman o'zi aslida, lekin o'sha o'tgan videoda mana bitta o'tishi mumkin. Mana bitta xato qilish mumkin edi. Yo'q. Orqasidan pressing qilmoqda Bastoni deyman. Batistuta. Yaxshi. Voy. Valverde bilasizlar, pushkasi bor va zarba. Courtois, Thibaut Courtois shu yerdaligini aytdi. Voy, mana bu yerda xato. Bu ham xato qilmoqda. Ketdik do'stlar. Yaxshi pas. Yo'q, o'tmay qoldi. Bitta jang ketmoqda. Zarba, yengil seyfni. Voy, mana Courtoisning xatosi. Mana Courtoisning haqiqiy xatosi. Zarba. Shtangani bo'ylab qo'ydi. Muhammad Salah. Yaxshi ketmoqda hozircha o'yinimiz. Yo'radigan darajada emas u. Voy, men pas o'tsaydi qaniydi agar zo'r bo'lib ketardi. Voy, mana birga bir. Mana birga bir. Courtois chiqib keldi. Courtois qanday seyf qilmoqda Courtois. Thibaut Courtois, Cannavaro hayron. Mana haqiqiy Courtois bilindi. Mattan berish mumkin. Van Dijk yo'q. Saliba tepdi. Saliba xatolik yo'q qo'ydi o'ziga. Voy, mana bu vaziyatda gol urish imkoni bo'lish imkoni chiqarish mumkin. Voy, yetadi endi. Anaqadan o'tib ketdi. Pas berdi ichkariga. Zarba bor. Zarba! Va Bastoni. Batistuta mana yana o'tgan yildagi xatolarni boshlamoqda. Voy, mana bu vaziyatda super pas berilgan edi. Mana bitta Bastoni yana shtangaga tegmoqda. Avto olinmoqda. Hop, 37 daqiiqa do'stlar. Bir pasda klub break qilinmadi. Afsuski. Mana bu pas ketib borib beringlar. Bitta mana bu xatolik. Mana bu yerda xatolik bo'lishi mumkin. Van de Ven to'xtatadi. Cannavaro pas berdi. Time to game gol urish kerak. Birga bir chiqib ketmoqda. Birga bir vaziyat yaratmoqda. Gol. Qani ketdik. Ikkinchi telefonga qo'ng'iroq ketib qoldi do'stlar. Uzr so'rayman, men bor. Katta o'yinda yana Real Madrid buzib beradi. Qanotga pas. Van de Ven pas berdi. Trezeguet hisobni ochgan edi. Pas berish mumkin. O'tib ketdi hammadan. Yo'q, bas. Endi mana super gol. Mana haqiqiy super golni urmoqda Real Madrid o'yinchilari. Mana haqiqiy Batistuta, mana haqiqiy Trezeguet. Do'stlar, bundan oldin ovozim eshitilmagan bo'lsa, ming bor uzr. Telefonning ovozi baland bo'lib ketibdi. Ming bor uzr. Mana bu yerda yana bitta xatolik. Paslar, chiroyli paslashu. Bastoni tep bervardi, o'tolmadi afsus. Mana bu yerda yaxshi qoldirgan edim. Cannavaro. Hop. Qanotga bermoqchi. Voy, mana bu. Voy, xatoliklarga yo'l qo'yib yotibdi bizning jamoa. Biz albatta Real Madriddan boshqa kimga balet ham qilardik. Qanotga pas bersa bo'ladi. Pas berdi ham, o'tdi ham. Mana bu yoqqa birga chiqdi ham. Birga ketdi ham. Mana bu yerda aldadi ham. Pas berdi, zarba berdi va super gol urmoqda Van de Ven. Uzr so'rayman, Bastoni.
Batistuta. Mana bu yerda zo'r aldadi lekin. Yaxshi aldadi Van Dijkni do'stlar. Yaxshi ketmoqda do'stlar o'yin. O'yin maqomim do'stlar o'zgarish bo'ldi. Mikne bilan Desayli o'rin almashdi do'stlar. Bellingham bilan Mbappe, Lamine Yamal bilan Muhammad Salah o'rniga tushdi do'stlar. Hop, pas berdi Bellingham. Yo'q, Mikne yangi tushgan o'yinchi to'pni olib berdi. Mana bitta Fabio Cannavaro hatto Hakimi o'tishi mumkin edi. Yo'q, Hakimi ham to'liq yo'l qo'ydi. Fabio aniq pas. Qarorga bersa easy o'tadi. Yo'q, o'tmadi. Isak o'rniga tushishi mumkin. Tak, mana bu yerda o'tib ketsa, lekin afsus bo'lardi, avlik. Afsus shuncha qilari. Voy mana. Voy yana super. Mana bu yerda challenge. Voy, buni Van to'pni olmadi. To'pni olgani yo'q. Mana bu yerda Bastoni qarshilik ko'rsatadi. Va qarshilikda albatta ular attakin qilmoqchi bitta. Yaxshi ham bitta hujum qilishga qilmoqchi. Hujum qilgisi kelmoqda. Yana bitta hujum qilishga hakam qo'yib berdi. Do'stlar. Pas. Gol. Do'stlar. 4-0 yirik hisobda g'alaba qozonmoqda. Tag'in ustidan kulib qo'yadi. 4-0 ustidan Chelsiga g'alaba qozonmoqda do'stlar. Videoga albatta like bosinglar, obuna bo'linglar do'stlar. Mana haqiqiy jang. Jangda afsuski Chelsea jamoasi yutqazib qo'ydi do'stlar. Videoga albatta like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xayr.